Yana bitta obyekt. Hozir bu yerda disklarni перекид qilamiz. Pastda ikkita SSD bor, Huawei 2, lekin juda uzoq turganiga va o'sha paytda hech kim parolni berib ketmagan, litsenziyasi ham yo'q. Buni tiklab litsenziyasini sotib olib, to boshqaroq bo'lguncha buni diskini olamiz, tinchgina mana bu mo'shni serverlarga qo'yib yuboramiz. Bu to'polon qilishi akkumulyatori yo'q. Agar shu videoni Huawei degil ko'rayotgan bo'lsa, iltimos aloqaga chiqinglar. Mana shu 2 UPS ga yaxshilab akkumulyator qo'yaylik, chunki proyektda akkumulyator bo'lmagan, akkumulyator qo'yilmagan. Atak UPS ga gap yo'q. Xo'p. SSD ni salaskalari bilan server salaskasini farqi bor. Lekin Huawei ikkalasi ham. Buning uchun bundagi hartni bunga перекид qilamiz-da. Keyin serverga qo'yib tashlaymiz. Hozir adashmasam mana bu serverga mana shu serverga 4 ta disk qo'yamiz va RAID 5 ko'taramiz. Keyin boshqa eski serverlardan sekin-asta bu yoqqa proyektni ko'chirishni boshlaymiz. Huawei 2288H va 5 Ocean Store. Xo'p, har ehtimolga qarshi shu servermi yo'qmi bilish uchun indikator yoqamiz. Mana точно shu server ekan. Demak, shu serverga qo'yamiz. Ba'zida bo'ladi, serverlar ko'pligida adashib ketishi mumkin, qaysiligi. Endi proyekt bo'lmasa topish qiyin. Shuning uchun nimadan foydalanamiz? Albatta, udalenniy dostupy bo'lsa, udalenniy dostup bilan serverni metkasini yoqamiz. Shundan bemalol harflarni qo'yaveramiz. Agar bu narsani qilmasak, adashib bu serverga yoki umuman boshqa serverga qo'yib qo'yishimiz mumkin. Shu bilan muammo paydo bo'laveradi. Xo'p, 4 ta diskimiz ishga tushdi. Qizil chiroq yo'q, xudo xolsa hammasi joyida. Endi RAID 5 konfiguratsiya qilsak, xudo xolsa hammasi tayyor. Xo'p, bugungi ishimiz tugadi. Disklar tayyor, faqat RAID 5 yo'qmayapti. Har doimgi muammo litsenziya yo'q menimcha. Hali udalenni yana qarab ko'raman. Prinsipi ja bo'lmasa RAID 1 bo'lsa ham ko'tarib nasrga qilib beramiz. Muammo yo'q bunda. Agar sizlar ham infrastrukturalar bo'yicha, IT infrastruktura qurish bo'yicha niyat, rejalar, planinglar bo'ladigan bo'lsa, iltimos agar iloji boricha maslahatlashinglar, keyin quringlar yoki оборудование qurilma olinglar. Aks holda mana bunaqa muammo bo'lishi mumkin. Litsenziyasi bor, yo'q, RAID 5 поддержка qilishi aniq emas. Shunaqa muammolar. Aloqaga chiqib ko'rasizlar, kimda savol bo'lsa. Ko'rishguncha.